Akalar 1 minut o'tkazmay turinglar. Ertalabda hayron qoladigan voqea bo'ldi. Soat 7:30 bo'lmasdan bizni hurmat qilib Toshkentdan kelishdi akalarimiz. Akalarimiz ponni full hadovoy qildirgan kelishdi. Juda ham xursand bo'ldik. Akalar mashinalarni zo'rla qilib beramiz. Birgalikda ko'rasizlar, davomini qo'yamiz ketdi. Akalar Toshkentdan kelishgan akamiz mashinalarni full qilib berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Gaz amortizator, chashkalari, mayatliklar, hadovoy rezinkalar, salonlariga pachinilar qo'yib cho'tka qilib berdik. Akamiz yurib keladilar, xudo xolasa chiroyli baho berishadi umid qilamiz. Birgalikda ko'ramiz ketdi. Akalar Toshkentdan kelgan akamiz yurib keldilar. Hozir o'zlaridan batafsil so'raymiz. Aka, mashinamiz qalay bo'libdi? Zohid aka, Alloh rozi bo'lsin aka. Shunday qiynalib yurdim. Toshkentdan kelganimga arzidi lekin. Gap yo'q aka. Eng asosiysi hojijonani mehmon do'stligi bor-ku. Rahmat. Qoyil lekin. Qo'qon xalqiga qoyil rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Aka, ovozlari qalay bo'libdi? Oldin qanaqa ovozlar bor edi? Shu hayda yurganda torpedada taqar-taqarlari bor edi. Hammasi yo'qolib, rollari yumshoq bo'lib, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, ko'rdilar, akamizni xursand qildik. Uzoq viloyatdan kelganlarga uyimizda joy qilib, cho'tka qilib, issiq uylar bor, joy qilib beramiz. Chiroyli qilib inshaalloh ovqatlariga chaqib beramiz va narxlaridan arzonroq qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, bittadan like bosib qo'yinglar. Bundan qiziq videolar qo'yamiz. Sog' bo'linglar.